O'zbekistonning oziq-ovqat sanoatiga daxldor yana bir manzili. Prezident Shavkat Mirziyoyev Nomedov brendiga taalluqli yangi Ardent Foods korxonasi bilan tanishdi. Loyiha qiymati 77,4 milliard so'm. Undan 7,5 million dollar Yevropa tiklanish va taraqqiyot bankining kredit liniyalari, yuqori texnologiyali uskunalar va 10 yildan ortiq tajribaga uyg'unligi bugun jamoaga Yevropa standartlariga mos qulay narxlardagi oziq-ovqat mahsulotlarini tayyorlash imkonini beryapti. Davlatimiz rahbari bu yerdagi yangi liniyaning ishga tushirilishining guvohi bo'ldi. Albatta, tabiiy shirin ta'm va foydaning o'rtasidagi muvozanat hamisha ustuvor bo'lishi lozim. Texnologik jarayonning o'ta muhim va dolzarb tomonlari borki, injenerlar har bir formula ustida jiddiy ish olib borishadi. Shokoladli butxalar, glazurli pechenyelar, biskvitli oladiylar, muzqaymoq, buterbrod yog'lari, makaron kabi undan ortiq mahsulotlar mahalliy bozorda 90% gacha import o'rnini bosadi. Mazkur brendning 8 xil mahsuloti ayni paytda bozorimizning lideriga aylangan. Boshida 15 kishi bilan ish boshlagan kichik sex bugun raqobatbardosh mahsulot ishlab chiqaradigan yirik tarmoqqa aylandi. Korxonaning 2-qavatidagi 2-liniya tadbirkor Prezident Shavkat Mirziyoyevni shu yerga taklif qildi. Yaqindan boshlab bu yerda yana bir milliy mahsulot Strobar shokoladli shirinligi ishlab chiqariladi. Germaniyadan keltirilgan texnologik liniyalarda tayyorlanayotgan mahsulot tarkibi faqat tabiiy toza ingrediyentlardan iborat. Standartlar ham Yevropacha. Yana bir jihati, ushbu milliy brend Strobar shokoladi xuddi shu toifadagi xorijiy mahsulotlarni takrorlamaydi. To'la-to'kis avtomatlashtirilgan Germaniyaning Strobar shokolad ishlab chiqarish liniyasi. Aynan mana shunday liniya faqat bizda va Germaniyada bor. Shu boisdan mana shunday Strobar shokoladlarini faqat bizda hamda Germaniyada tayyorlash mumkin. Albatta, aynan bugun bu yerda ishlab chiqarilayotgan shokolad bizning injener texnologlarimizning mualliflik ishi. Shu boisdan faqat yuqori standartli o'sha batonli shokoladlarni ushbu liniya mahsulotlari sifatida tan olish mumkin. Mana bu yerda vaplining ustiga 3 ta qavatli yong'oqli krem surilgan holatdagi tayyor bo'lgan jarayoni mana hozir kesilib keyingi liniyaga o'tkazilmoqda. Jami liniyaning uzunligi 170 metrdan iborat. Va nihoyat biz ishlab chiqarishning yakuniy nuqtasidamiz. Ko'rib turganingizdek, 1 daqiqada 500 dan ortiq shokolad mana shu yerga kelib tushadi. Albatta, shokoladlar hech har qanday chet el brendlaridan a'lo darajada. Mana ko'rib turganingizdek 5 ta qatlamdan iborat vafli, susli krem, shokoladli krem, yong'oqli krem va uning ustidan yana shokoladli glazur. Xuddi bolalikdagi orzularga qiyos. Aslida milliy brendimiz do'kon peshtaxtalarida Strobar mana shunday ko'rinishda turadi. Prezidentga bu yerdagi ishlab chiqarish jarayoni ma'qul keldi. Ishbilarmonning bunday ilg'or g'oyalarini qo'llab-quvvatladi. Tadbirkor boy bo'lsa, xalq boy bo'ladi degan iboraning hayotiy isboti bor. Bugun bu yerda 150 nafardan ortiq ayollar va yoshlar doimiy ish o'rni bilan band. Muloqot chog'ida O'zbekiston qandolatchilari bugun yangi rivojlanish bosqichida ekanligi ta'kidlab o'tildi. Xaridor avvalgidek chiroyli o'ramga emas, aksincha yuqori sifatli, hech qanday gumonlarsiz, qo'shimchalarsiz, ortiqcha yog'larsiz asl mahsulotni tanlaydi. Bozor esa raqobatga chidaganniki. Prezidentga mazkur kompaniyaning istiqbolli rejalari haqida so'zlab berilar ekan, 2025-yilgacha yana shunday 2 ta yirik ishlab chiqarish majmuasini ishga tushirish rejasi ma'lum qilindi. Hozir O'zbekistonda konditorlarni oxirgi 2-3 yilda juda ham keskin katta o'zgarish bo'ldi. Bunga davlat tomonidan yaratilayotgan, o'sha tadbirkorlarga yaratilayotgan hamma imtiyozlar sabab juda ham katta o'zgarish bo'lyapti. Hozir mana iste'molchilarimizdan dastlabki fikrlar shunday bo'lyaptiki, ular bu mahsulotdan juda ham xursand. Chunki uni tan narxi chet eldan keladigan mahsulotlarga nisbatan 2 barobar arzon. Nafaqat O'zbekistonda, nafaqat SNG mamlakatlarida dunyoning eng rivojlangan mamlakatlari bilan bu ishlab chiqarilgan mahsulotlarimizni bemalol raqobatlasha oladi. Bizning o'zi asosiy strategiyamizda ham faqat O'zbekiston miqyosida emas, dunyo bozoriga chiqish. Bu mahsulot bilan biz ko'nglimizda to'qki, bemalol dunyo bozoriga chiqa olamiz va o'zini nufuzli joyiga ega bo'la oladi. Joriy yilda Amerika, Gruziya, Armaniston, Mo'g'uliston kabi 12 ta davlatga mahsulotlar eksport qilinadi. 2021-yilda esa Ozarbayjon, Xitoy, Estoniya, Birlashgan Arab Amirliklari davlatlari navbatda turibdi. Shunday tarzda 2021-yilda eksport hajmini 2,5 million dollarga yetkazish ko'zda tutilgan.